Mehr-oqibat, muruvvat, barokat oyi Ramazon yurtdoshlarimizni ezgu amallarga chorlamoqda. Shu kunlarda Sirdaryoda ham moddiy va ma'naviy ko'makka muhtoj insonlar holidan xabar olish, o'ksik ko'ngillarni shod aylashdek savobi ulug' tadbirlar keng quloch yozgan. Viloyat hokimligi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Sirdaryo viloyati vakilligi, mahalla faollari va homiylar tomonidan belgilangan reja asosida ehtiyojmand oilalar, nuroniylar va mehnat faxriylari holidan xabar olinib, iftorlik dasturxonlari yozilmoqda. Guliston tumani Soyibobod mahallasi Ziyo ko'chasida istiqomat qiluvchi mehnat faxriysi Ro'zimat bobo Abdurahmonovning xonadoni ham saxovatli insonlar tashrifi bilan yanada charog'on bo'ldi. Xonadon ahliga Ramazon sharif munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlari tuhfa qilindi. Bu yilgi Ramazon tadbirlari o'zgacha bir holatda o'tyapti. Albatta hammalarimiz uchun ma'lumki, prezidentimizni Ramazon oyida chiqargan qarorlari butun xalqimizni, millatimizni qalbiga yanada quvonch kirgizdiki, albatta muhtaram prezidentimiz Ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan 1 trilliondan oshiq mablag'ni ajratganligi, buni eshitgan xalqimiz, yurtdoshlarimiz, mahalladoshlarimiz albatta ko'zlarida katta quvonch bilan qo'llarini duolarga ochib albatta duolar qilmoqdalar. Bu yil 80 bahorni qarshilagan Ro'zimat bobo uzoq yillar qishloq xo'jaligi sohasida halol mehnat qildi. 5 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Iftorlik dasturxoni samimiy suhbat, shukronalikka yo'g'rilgan duolar bilan yanada fayzli bo'ldi. Muborak oyning fazilatlari, insonning ruhiy tarbiyasidagi o'rni haqida fikr, mulohazalar bildirildi.